1.8 do'stlar, 1.8. Eski Ashgabatskiy ko'chasi, O'ris-Go'ristonda tebasi bo'ladi orientirlarimiz. Prjevanskiy ko'chasi mana bu ko'chamiz. 49-xonadonimiz bo'lyapti. Bu joyimizga mana bu haligi Rudaki maktabda teva tomonida masjidlar bor, bilasizlar. Shu yerlardan kelsanglar ham bo'ladi mana. Maktab shu yerdan to'g'ri yursanglar, maktabga borib qolasizlar. Yo'lni bo'yiga yaqin. Bu yerlarda suv, svet, gaz, trotuarlar chiqqan ekan. Aynan ushbu xonadonimiz bo'lyapti. Do'stlar, mana robotimizdan chiqib turib, o'ng qo'lga yursanglar, do'stlar, mana. Hech yoqqa burilmasdan to'g'ri tushib kelsanglar ham bo'ladi. Aynan hozir buzilib ketdi, qabriston bo'lardi. Shuni oldiga yangi asfalt tushib qolgan. Shu asfaltni ro'para mahallasi bo'lyapti, do'stlar. Eski Ashgabatskiy ko'cha. Hozir ati nomi o'zgarib qolgan. Xullas, ushbu 49-xonadonimiz bo'lyapti. Do'stlar, bu nimani chiqqanini hisobiga, yerni ko'tarilgan hisobiga robotimiz hozir ichkari yoshiriladi, popni kelinglar. Bu kirolishimiz bo'lyapti. 1.8 ekan. Xullas, bu yog'imiz 16 metr. Bu yog'imiz 11 metr ekan. Do'stlar, endi qarab turinglar. 16 ga 11 bo'lsa zo'r ekan, bu 1.8. Chunki do'stlar 3 sotikda proyekti bor edi menda. 3 sotikga do'stlarim, bu yog'imiz 12 metrga, bu yog'i 10 metrga bemalol bir 8 ta xona 3 qavatli bo'lib, mana shu yerga bemalol uy ko'tariladi va uydan plandan chiqqaningizdan keyin oldingizga yana 4 metrlik bemalol bir mashina qo'yadigan yo bir o'tiradigan joy qilsangiz ham bo'ladigan holatdagi zo'r ekan kvadrat bu. Bitta buzaslar bo'ldi. Mana bularda eski uylarda bitta buzaslar 4 burchak katta holatdagi ushbu xonadonimiz bo'lib qolyapti. Mana aka kirib bir qator ko'rsatib bering. Mana bu granitsamiz bo'lyapti mana. Do'stlar, mana. Bu yog'imiz 11 ket naryoqqa va bu uyimiz ichidan 0 dan uradigan bo'lsanglar 16 metr ekan. Endi uychilar kirmay qolamiz. Mana bu yerda bitta xonamiz, pechkalar bor. Naryoqda yana bitta xonamiz bor va bu yoqda ham eski uylarimiz bor. Buni buzib olasizlar, do'stlar. Puli 55 ming dollar kami bor. Telefon nomerlarimiz 0551 bilan 60 60 00. Kitoblari qo'limda turibdi. O'zingizlar kelib bir qator shuni yuridik tekshirtirib, inshaalloh. Bo'lsa shab olib uy solinglar, salomat bo'linglar.